Alloh xo'p Yasinda nima dedi desa, Yasinda Alloh bitta oyatida bizga shaytonni dushmanligini aytgan. Shayton dushman senga, ko'zingni och. Uni gapiga kirib qo'yma. Xo'p, shaytonning gapini qattan bilamiz, uni gapiga kirayotgan, kirmayotganligini desak, Xudoning gapini teskarisini bizga taklif qiladi. Masalan, bomdodga Xudo tur degan bo'lsa, shayton turma deydi. Qon to'kma desa, shayton davay urush deydi. Alloh Qur'onda qo'shnilaring bilan yaxshilik qil degan bo'lsa, shayton aytadiki, urush qo'shning bilan deydi. Ko'ryapsanmi? Nima qildi sana deydi. Shundan bilsak bo'ladi. Ya'ni dinimizda qil degan ishni shayton qilma deydi, qilma degan ishni qil deydi. O'sha shaytonning gapiga kirib qo'yganlaring uchun ba'zi birlaring nos chekib qo'yyapsan. Sigaret chekib qo'yyapsan. Aniq bu shaytonning gapi. Shuning uchun shaytonning gapiga kirib qo'ymaslik uchun Alloh Qur'onda "Vala tattabi'u xutuvati shayton" degan shaytonning yo'llariga ergashib yurib qo'ymanglar deydi. To'g'ri yo'l, mustaqim jannatga olib boradigan yo'l bo'lsa, chapga o'ngga burilib qo'ymaslik kerak. Shu chap o'ngga shayton boshlaydi. Anuni qil, manuni qil deydi. Shuning uchun biz Allohning gapiga kirish uchun Allohni tanishimiz kerak. Bizni yo'qdan bor qilganligini o'zimiz ham anglaylik va bolamizga aytaylik. Bolam, sizni menga Alloh bergan. Mana ko'zingizni Alloh bergan. Agar onangizni qonida yotganingizda Alloh ko'z bermaganda holsiz ko'r tug'ilardingiz. Shuning uchun bolam, o'g'lim, qizim, ko'zingizda yomon ishlar qilmang. O'g'lingizga ayting, o'g'limizga aytaylik, ayollarga qaramasin, qizimizga aytaylik, o'g'il bolalarga qaramasin.